Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Toshkentdagi domning tomiga noqonuniy restoran qurilgani aniqlandi. Barselona El Clasico'da biletlar sotuvidan rekord darajada pul ishlab oldi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Vatanimizning dunyo miqyosida tan olinishi har jabhada davom etmoqda. Bunga yaqqol misol Afg'onistonda Made in Uzbekistan savdo uyi ochildi. Dastlab shu haqda. Barchangizni xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida tungi vaqtlarda reyd tadbirlari olib borilib, tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish, svetoforning qizil ishorasiga bo'ysunmaslik, avariya xavfli holatini keltirib chiqarish, harakat vaqtida uyali aloqa vositasidan foydalanish, mast yoki sarxush holda yo'llarda harakatlanish va shunga o'xshash boshqa turdagi huquqbuzarliklarni aniqlab, tegishli tartibda choralar ko'rishmoqda. Damas rusumli 01/128 JS avtolov transport vositasini haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mashinani vaqtinchalik saqlash jarimaga qo'yamiz. E'tirozim yo'q. Sizlar o'zingizlar ishlar xosida. Men keyin safar yaxshiroq anaqa e'tibor berishga va'da beraman. Yo'l harakati qoidalarining 20-bandini buzib, kunni qorong'i vaqtida yaqin yorituvchi vositadan foydalanib ketayotganingiz uchun to'xtatdi. Bu qismini qarama-qarshi tomondan eng chekka bo'lakdan harakatlanib, yo'lni bu bo'lagiga o'tishga harakat qildilar. O'zlarini o'ziga qoidani xavf ostida qo'ydi, to'g'rimi? Shu boisdan kelib hujjatlarni tekshirish maqsadida o'zlariga uchrashdik. Qarama-qarshi harakatlanganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Taqlid qizilchiroq rioya qilmayapsiz. Aynan shu yerda o'lim bilan bog'liq holat bo'lgan. 6 sinf o'quvchisi hayotdan ko'z yumgan bitta haydovchini qizilchiroq rioya qilmasa oqibatda. Nima uchun? Nima majbur qildi sizni? Taqlidchi qizilchiroq rioya qilmay ko'rmay qoldim shuning uchun. Chap tomondan xayr ishlarni Yo'q. sizga avariya xavfi Qalbi yo'q harakatlanyapti. Sizni mana 40 ming aholi ko'rmoqda. Sizga o'xshagan qizilchiroqga to'xtamaydigan. Qoida buzgan inson nima tavsiya qilasiz? Boshqa qaytarmaslik. Mening hujjatlaringiz. Og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida tashkil etilayotgan bu kabi profilaktik reyd tadbirlar davomida qarzdorligi bor avtomobil haydovchilari ham aniqlanib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Yakkasaroy tumani kichik halqa avtomobil yo'lida to'xtatgan vaqtimizda, tekshirgan vaqtimizda 01R106 QS avtoulovi tekshirilgan holat bo'yicha transport vositasi qidiruvga qo'yilganligi va 50 dan oshiq qarzdorligi borligi aniqlandi. Shu radar-sadarlama shunaqa kelganda. Bittasi harqatdan unaqa, bittasi unaqa shu. Haydovchi Yaxshiobod tumani Taxsilmash chorrahasida ketayotgan vaqtida to'xtatilib tekshirilganda transport vositasi qidiruvda ekanligi, MIB tomonidan qidiruvga qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Tegishli tartibda transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Haydovchilarni hushyorlikka chaqirgan holda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlarda faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Shaharsozlik me'yorlari va qonunchilikka rioya qilish qurilish avj olgan Toshkentda juda kerakli jihatlardan biri. Afsuski, bunga zid tarzda o'zboshimchalik bilan dom ustiga restoran qurganlar aniqlandi. Muxbirimiz lavhasida shu haqda. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan navbatdagi reyd tadbirlari o'tkazilgan. Reyd tadbiri davomida Yakkasaroy tumani Shota Rustavelli ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birining tom qismida o'zboshimchalik bilan restoran qurilgani aniqlandi. Ta'kidlanishicha, mazkur restoran shaharsozlik me'yorlari va qonunchilikka zid. Natijada uyning bardoshlilik darajasiga ham keskin xavf tug'dirgan. Agar fuqaro aytilgan ko'rsatmalarni belgilangan muddatda bajarmasa, huquqbuzar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari qo'llaniladi hamda mazkur holatni majburiy tartibda bartaraf etish yuzasidan to'plangan hujjatlar huquq-tartibot organlariga taqdim etiladi, deyiladi xabarda. Turkish Airlines aviakompaniyasi tartibga qattiq rioya qilishni boshladi. Endi samolyot to'liq to'xtamasdan o'rnidan turganlarni jarimaga tortishadi. Navbatdagi lavhada muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi.
Turkish Airlines aviakompaniyasi samolyot qo'nganidan keyin o'zini tutish qoidalarini buzgan yo'lovchilarni jarimaga tortishni boshlaydi. Turkiya fuqaro aviatsiyasi bosh boshqarmasi yangi qoidalarni tasdiqladi. Endilikda samolyot to'liq to'xtaguncha va belbog'ni o'tkazing tablosi o'chirilmaguncha o'rnidan turgan yoki tepadagi yuklarni oladigan har bir kishi jarimaga tortiladi. Bort kuzatuvchilarining ko'rsatmalarini e'tiborsiz qoldirish ham jarimaga sabab bo'ladi. Jarimalar miqdori hozircha e'lon qilinmagan, ammo aviakompaniya qonun bo'yicha qat'iy harakat qilishga va'da bermoqda. Styuardlarga qo'nishdan keyin qo'shimcha e'lon berish topshirilgan. Ular yo'lovchilarga qoidalarni eslatadi va qoida buzarlarni qayd etadi. Aviakompaniya vakillari mazkur choralar xavfsizlik uchun ko'rilayotganini ta'kidlamoqda. Hindiston va Pokiston harbiy to'qnashuvlari diqqat markazida. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Pokiston bilan 4 kunlik urushdan so'ng xalqqa murojaat bilan chiqdi. Holat qanday, vaziyat qanday tus olyapti? Navbatdagi lavhada batafsil bilib olamiz. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi qo'shni Pokiston bilan 4 kunlik harbiy to'qnashuvdan so'ng 12 may kuni xalqqa murojaat bilan chiqdi. Unda siyosatchi mamlakat bo'lajak terrorchilik hujumiga keskin javob qaytarishini ta'kidladi. Bu haqida BBC xabar berdi. Bu urush davri emas, ammo terror davri ham emas. Agar Hindistonga qarshi navbatdagi terakt amalga oshirilsa, keskin javob beriladi, dedi Modi 12 may kungi nutqida. Bu ikki tomon shiddatli o'qqa tutish va havo hujumlari boshlanganidan beri birinchi ommaviy chiqishi bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar 22 aprel kuni Kashmirning Pahalgum hududida yuz bergan terrorchilik hujumi sabab keskinlashdi. Hujum oqibatida 26 kishi halok bo'ldi. Qurolli shaxslar mahalliy aholi va sayyohlarga qarata o't ochdi. Hindiston Pokistonni bu hujumni qo'llab-quvvatlashda aybladi. Pokiston mazkur da'voni rad etib, tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Chilonzor tumanida tuman elektr tarmoqlari korxonasining 2 nafar xodimi qo'lga olindi. Sabab shuki, Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning yonidan 10 ming AQSh dollari topilgan va ta'kidlanishicha, bu pullar noqonuniy harakatlar natijasida kelgan. Navbat shu haqda. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan tuman elektr tarmoqlari korxonasining 2 nafar xodimi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olindi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarqatgan rasmiy xabarga ko'ra, ushbu xodimlar elektromobil uchun zaryadlovchi qurilma o'rnatishga ruxsat berish evaziga fuqarodan 10 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilganlikda gumon qilinmoqda. Ular pora olayotgan vaqtda ushlangan va ushbu mablag' aynan ularning yonidan topilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari boshlab yuborilgan bo'lib, ish huquq tartibot idoralari tomonidan nazorat ostida davom ettirilmoqda. Barselona El Clasicoda biletlar sotuvidan rekord darajada pul ishlab topdi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. La Liga turnir jadvalida 82 ochko bilan peshqadam. 75 ochkosi bor Real ikkinchi o'rinda. Turnir tugashiga esa 3 tur qolmoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.